Hop, assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi? Biz mana yuk chiqarish jarayonimizni bir ko'rsatib qo'ydik. Mana bitta obunachimiz 20 pachka narsa olishdi. Bu hammasi 25 mingdan standart rasprodajaga tushgan narsalar. Iloji bo'lsa sirazi kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Nomer qoldiraman. Kanalni qoldirsam ko'pchilik topolmayapti. Shuning uchun nomerga sirazi o'tinglarda. Nomerga o'tib kanal deb yozsanglar ham sizlarga tashlab beraman. 25 ming so'mdan 25 pachka narsa, 20 pachka narsa 2,5 million so'm pul bo'ldi. Buni birga bir qo'yishganda ham xudo xolasa 2,5 million pullari 5 millionga aylanadi. 4 millionga aylansa, 4,5 millionga aylangan taqdirda ham menimcha yomon bo'lmasa kerak. Hop, xudo xolasa yaxshi tovarlardan qilib berdik. Mana bunaqa narsalar. Bu yerda assortiment ko'p mana bunaqa narsalar 25 mingdan. Bular 40 ming, 45 mingdan sotilgan. Hozir yarmiga tushdi. Shuning uchun iloji boricha gruppaga obuna bo'lib qo'yinglar. Qachondir kerak bo'lib qolganda topishlaricha oson bo'ladi. Hozir bu 25 mingdan qolgan bo'lsa, ikki pachka qoldi. Agar kimga qiziq bo'lsa, sirazi o'tib yozsangiz sizlarga qilib beraman. Yana rasprodajalar keladi, xudo xolasa. Endi 25 mingdan bas 1-2 ming so'm qimmatroq chiqishi mumkin, lekin narxiga arziydigan ancha skidkada bo'ladi inshaalloh. Mana ko'ringlar, bular ham ichida yarmidan ko'p, bu 25 mingdan. Shu 30 salkam 40 pachka tovarni bitta bozorda tugatib yubordik. Qo'ydik, sirazi bir kunda o'zi sotilib ketdi. Shuning uchun shunday zo'r variantlar bo'lib qoladi. Obuna bo'lib naqd turinglar. Bu Buxoroga chiqib ketadi mana. 2 pachka tovar 435 ming bo'ldi. Yo'l kirosi ham 30-40 ming bo'ladi. Bular rasprodajaga skidkaga tushmagan, lekin sifatlari yaxshi. 44 ming, shunaqadan 44 ming, 43 minglik tovar bu. Mana buni ham keyin mana. Bu ham 44 mingdan. 44 ming so'mdan 6 talik bo'ladi bular. Bu arzon varianti, buni qimmat varianti ham bor. Mana ham o'sha zo'r narsa edi, mana. Lotka deydi, obib sotganlar biladi. Buni qorasi mana shunaqa sveti bordi, kumush rangi. Bular tugadi bular. 25 mingdan buni ham beradi. Bular ham 45 ming, 50 mingdan sotgan buni. Mana o'sha 25 mingdan. Zaryadning iPhone mi? iPhone. Yo'q. Bu ham mana. Xullas mana doktor nimadan ham bor edi. Bundan 4 dona chiqdi xolos pachkada. 4 talik qilib berdik. Doktorlar uchun. O'sha meditsinskiy deydimi? O'sha ishxonalarda ishlagani uchun zo'r variantida oxirgi pachkani qilib berdik. Keyin mana bu tayda 25 ming. Xullas yo'q, unaqasi yo'q. Qarshiga chiqib ketyapti bu. Bunisi nimaga chiqib ketyapti? Surxondaryo Saryosiga chiqib ketyapti. Bunisi Nukusga chiqib ketyapti. Bunisi Denovga chiqib ketyapti mana. Shunaqa qilib tayyorlab hammasini upakovka qilib, nomerlarini yozamiz, necha pachka olganlargacha yozib chiqarib beramiz. Yo'l kirollar arzon bo'ladi, muammo bo'lmaydi xudo xolasa. Bunaqa katta ob'yomda osilgan yo'l kiroslarga har bitta donasiga 1000 so'mdan tushadi, masalan, opshiga bo'lib yuborganda. Masalan, mana shu 25 minglik tovar qo'llaringga borgangacha 26 mingga aylanadi. Nimaga? Ko'proq ob'yom olingani hisobiga. Grubi olganda agar bir pachka olsanglar ham 5000 so'mdan minadi. 25 minglik tovar 30 mingga aylanib boradi. Bunaqa ko'p olganlar hisobiga arzon tushadi. Shu. Men sizlarga zo'r narsalar obzor qilishda davom etaman. Xudo xolasa obuna bo'lib, обязательно kuzatib boringlar, поддержка qilib boringlar, kommentariy yozinglar, like bosinglar. Hammaga rahmat. Yana hozir obuvlarni nima qilib ko'rsataman, vitrinada ko'rsatishga harakat qilaman. Kuzatib turinglar. Xo'sh, mana ko'ringlar. Bular hammasi O'zbekiston tovarlar, Turetskiy, Xitoy tovarlaridan kopiya qilib, o'zimizda takomillashtirib, o'zimizni iqlimga moslab tushirilgan. Xudo xolasa. Xo'sh, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hammasi Turetskiy, Xitoy tovarlaridan kopiya qilib, o'zimizni iqlimga moslashtirib, podyomlarni kengaytirib qilingan. Bilsanglar, Xitoy tovarlar malamerkaroq bo'ladi. O'zbekistondagi sal kengroq qilib chiqarilgan. Xitoydagi 36-35,5 ga tushadi ko'pincha. 35,5 shunaqa 35 ga tushadiganlar bular. Bular inshaalloh ko'pi razmerlari yaxshi chiqadi, xudo xolasa. Biz narxlar bilan tez tanishtirib o'taman, ko'proqlarni tanishtiraman. Aytilmay qolganlar kanalda bo'ladi. Mana shular ko'rishingiz mumkin. Mana ishgacha 50 ming so'mdan qilib beramiz bularni. Lotkani 50 mingligi bor buni, keyin arzonroq varianti bor, 45 mingligi bor, 40 mingligi bor bu yerda. Mana ularimiz 45 mingdan. Keyin mana bularimiz bor mana. Bular hammasi 36 dan 40 gacha bo'ladi. 5 talik chiqadi ichida. 5 tadan chiqadi.